Voy ye. Görüp olamiz. Tak. Görüp ha. İşte stol. Birinchi joyga keltirib olamiz. Böyle arka tomonda pastga o'chamiz. Bu yerdan elektronik. Chiroyli diskechega. Mana hozir arka tomonni suvarga qilib oldik nima? Endi oldin yuzini suvarga qilamiz endi. Endi bu yerga hozir sal tezlashtirib hammasini jarayonni ko'rsatib beraman, lekin ozgina mehnat bor. Mehnat var. Ama kenarlarına işlemiyoruz. Bu smoke güzel yani fırsat verelim ben. Böyleydi. Mana o'zida qilib chiqarib beramiz diskani. Mana shuna 100 tomon desa. Qo'ldan kelgancha. Mana video foydali bo'lgan bo'lsa, mehnatimizga tilakcha bosib, komment yozing, fikrlar berib bizga. Yana qanaqa videolarni ko'rsatib beramiz. Ko'p ish bilan shug'ullanamiz ustaxonaga.